Türkiye İstanbul'da qonunluq ticaret qilayotgan İlyas Ablekim oilasi bilan birlikda alayda hareket saqchilarining uyiga bostirib kirishi bilan tutib ketilgan. İlyas Ablekimning yaqinlarining bildirishicha, İlyas Ablekim 2014-yili Turkiyaga kelgan. Yurti vatanimizning G'ulji shahridan 30 yosh. Ayoli Marhaba Abdurahim 28 yosh va 2 farzandi bo'lib, biri 6 yosh, kichigi ona sutidan ayrilmagan 2 yoshlik sabiy bola ekan. İlyas Turkiyaga kelgandan beri İstanbulning Safakoy rayonida telefon ilib setish tijorati bilan shug'ullangan. İlyas va oilasidagilarning Turkiyada turishliq uzun muddat iqomati bor bo'lib, o'z turmushi bilan yashayotgan ekan. Turkiyadagi Uyg'urlarga vatandoshlik berilgan vaqtlarda İlyas oilasi bilan Turkiya vatandoshligiga murojaat qilgan bo'lib, hamma tekshirish bosqichlaridan o'tib bo'lib, eng oxirgi bir natijasini saqlayotgan paytda 2023-yili 11-oyning 10-kuni payshanba bomdod namoz vaqti bilan Turkiya alayda qism saqchilarining uyiga bostirib kirishi bilan tutib ketilgan. İlyas tutib ketilgandan keyin ikkinchi kuni Chatalji ko'chmanlarni qaytarib o'tish markazidan o'tkazilgan. Necha kundan keyin Qaysariyadagi chet elliklarni qaytarib o'tish markaziga o'tkazilgan. Ayoli Marhaba Abdurahim Safakoydagi nazorat markazida 3 kun tutib turilgandan keyin Selimpashadagi chet elliklarni qaytarib o'tish markaziga o'tkazilgan. Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetining mudiri, Hakimiyet beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlament a'zosi, sobiq Turkiya Oila va ijtimoiy ishlar ministri Darya Yanif xonim, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazi mudiri Abdulhakim Idris apandimlarni parlament binosidagi ishxonasida qabul qildi. U Uyg'ur qarindoshlarimizning haq-huquqini har yerda qo'g'dashni davom qilamiz dedi. Shuningdek, bu so'zni ular bilan tushgan suratga qo'shib X orqali tarqatdi. Mazkur hay'at 15-noyabr kundagi bu uchrashuvdan keyin yana Turkiyadagi o'qitish partiyalardan Yaxshi partiyasining raisi Maral Aqshanar xonim qatorliqlar bilan ko'rishgan. Ular yana parlamentdagi Kelajak Saodat partiyasi guruhining bayonotchisi Selçuk O'zdaq bilan ko'rishib, uning Sharq Turkiston da'vosi uchun qilgan xizmatlariga rahmat aytgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning Xotandan Xitoyning Xininga yana bir yuqori sur'atli tosh yo'lini tutashtirdi. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, yaqinda Xitoyning Qinxay o'lkasining Huanguoliang Mangya yo'lida rasmiy qatnash boshlangan bo'lib, u Sharq Turkistondagi Xotan viloyatidan Xitoyning Qinxay Xininga boradigan yuqori sur'atli tosh yo'l uzuk nuqtasining rasmiy ochilib, Xotandan Qinxay Xininga boradigan bütün musafirlik yuqori sur'atli tosh yo'lda qatnash boshlanganligidan derak berdi ekan. Bildirishcha, Xining Xotan yuqori sur'atli yo'li Qinxay o'lkasining Xining shahri bilan Sharq Turkistonning Xotan viloyatini tutashtiradigan yuqori sur'atli tosh yo'l bo'lib, Sharq Turkiston bo'lagi Yetimbuloqdan Chaqiliqgacha, Chaqiliqdan Niya noyisigacha, Niyadan Nop noyisigacha bo'lgan bo'lakdan tarkib topadi ekan. Tayland hukumati ommaning kuchli noroziligiga duch kelganligi sababli Xitoy saqchilarining Tayland zaminida chorlash ishlariga qatnashishga ruxsat qilish planini bekor qildi. Xabar qilishicha, xalqning kuchli noroziligiga uchragan Tayland hukumati 14-noyabr dаңliq sayohat nuqtalaridan Tayland saqchilari bilan Xitoy saqchilarining birlikda chorlash planini bekor qilgan. Bildirilishicha, Xitoy sayohatchilari orasida ishonch turg'izish uchun Xitoy bilan Tayland saqchilari bir qism sayohat nuqtalarida birlikda chorlash planini o'tirg'i qo'ygan ekan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, bu plan avomning kuchli noroziligini qo'zg'agan bo'lib, nurg'ulg'an kishilar tor dunyosida bu harakat planini Taylandning eglik huquqiga buzg'unchilik qilganlik deb tanqid qilgan. Xitoyda hukumatning ehtiyojini qo'zg'atish uchun qo'llangan tadbirlarga qaramay, uy bahosining tuvanlishi davomlashmoqda. Oktabrda Xitoyda yangi uy bahosi oldingi oyga solishtirganda 0,38% tuvanlagan bo'lib, nimkash uy bahosi o'xshash oyda 0,58% tuvanlagan. Amerika prezidenti Joe Biden muxbirlarning savoliga javob berganda
Xi Jinpingni mustabid deb atadi. Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu so'zlarga bo'lgan inkosi diqqatni tortdi. Blinkenning inkosi Amerika matbuotlarida u Baydenning javobidan ancha rozi emas deb izohlangan.